Bu ajinamiz ishi hali ham davom etyapti. Bu narsa ko'rsatsam qoyil qolasizlar lekin. Mana shu qisquvchi ichidan mana shu holatda chiqdi-da. Yonib ketishi mumkin. Bundan ham qizig'i mana bu yerda. Shu holatda skochlanib turgan. Billa portlab o'lib ketishi mumkin edi, lekin bu skuter egasi. Mashina ichiga o'rab tiqib qo'yilgan mana shu holatda. Kim qilgan buni? Kim? Lekin mana shu skuter bir portlab ketardi, lekin bu qarab biron xil yo'l po'lda. 100% o'lib ketishi mumkin mana skuterda. O betonkada yonib ketganga o'xshab shuni boshiga tushishi mumkin. Xullas, mana shu o'z boshimcha ulangan, mana shu simlar bo'lgan. Mana shularning oqibati mana bu xullas перекрутилib mashinanikini qo'yib yuborishgan. Xullas bundoq qilamiz-da, emasmi? Ko'chaga olib chiqib o'tvoramiz.